Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyh kelimelerinin tushuniksiz bo'lib qolganlik sabablari haqida to'xtalib mundaq deydi. Agar siz ma'lum kelimelarni tushunmagan bo'lsangiz, undaqda buningki 3 xil sababi bor. Birinchi sababi shu ma'noni ifodalab berishdan bir masala ko'rilgan bo'lsa, undaqda shu ma'noni ifodalab berishdagi ayib nuqson, demak shu ma'noni to'liq ifodalab to'liq ifodalayolmaganlikniki sabab bo'ladi undaq. Bu ikki nuqtadan agar bunday bo'lib qolsa, buning sababi ikki nuqtadan siz buni tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu albatta so'zligichininki gangrashligi, buningki so'zligi gachiligi tufaylidan bo'lib qolishi mumkin. Yoki uning tushunchasiningki tuvan yoki do'tligidan bo'lib qolishi mumkin. Mush nuqtadanmi ma'no to'liq ifodalanmaydigan sabab bo'lib qoladi. Ikkinchi holati yoki ikkinchi shakli, masalan, gapni tushunmaslikning sababi haqida to'xtalyapti-da bu yerda. Ma'lum kalimalar belgilangan ma'nodan o'shiq, gapi jiqroq bo'lib ketgan. Undaqda bu yerdagi gapning jiqligi shu maqsadni tushunishdan cheklab qo'ygan sabab bo'lib qolishi mumkin. Bumi ikki sababdan yuz berdi bunda avvallar. Birinchisi so'zligichininki ko'p gap qilganligi, so'zligininki zo'r ko'p xatoliklar tufaylidan bo'ladi. Yoki gap qiluvchininki anglag'uvchilar tushunmasmiki, ya tushunmaydi buning gapimni deb gapni yo'rg'iltib uzoq qilib o'tganlikniki tufaylidanmi, anglag'uvchilarga bo'lgan to'g'ri qarashning bo'lmaganligi tufaylidanmi bu xatolik kelib chiqadi. Endi ma'noni tushunmaslikningki 3-shakli, 3-holati bo'lsa, shu so'zni bayon qiluvchininki maqsadini, ya'ni shu so'zdagi belgilangan termin atalg'ularni tufaylidan bo'lib qolishi mumkin. Chunki anglag'uvchi shu termin atalg'ularni bilinmasa, tanımagan, bilmagan bo'lsa, albatta uning ma'nolarini albatta tushunolmaydi. Ma'lum bir kalimaninki ifodalashdagi nuqson yoki uningki ziyoda ko'p ifodalab o'tganlik tarafini olib aytsak, bu masala xususiy sabablar qatoriga kirdi. Bu ommaviy ko'pchilikka munosabatsiz, lekin shu xos sabablar tufaylidan bo'ladi. Chunki sen bunda avvallarni sen hamma damlarda o'rtaq uchratmaysan. Balki uni ma'lum kelimalarda, ma'lum ishlarda, ma'lum avvallarda sen uchratsan. Demak, bu xos sabab deganlikning sababi shu. Agar sen bu yerdagi ifodalashdagi nuqsondan albatta so'zni to'liq ifodalaydigan tarafga yuzlangan vaqtingda yoki o'shiq-to'shiq gap qilgandan yetarli qisqa joyda gap qilgan vaqtingda, bu vaqtida bu yerdagi so'zga tushunmaslik, taqsir ziyoda sabablari ham yo'qoladi. O'zingni xotirangni behuda charishtiradigan, o'zingni charishtiradigan takalluflardan qutuladigan bo'lsa. Agar sen shu ma'nolarni cho'qim yaxshi ifodalash yoki yaxshi tushunsan bo'ladi deb qarasang, ma'lum sabablar tufaylidan, masalan, shu so'zga sana bir qiyinchilik tuyulib tursa, tushunmabsan masalan. Va yoki sening ichingda shu ma'noni tushunmaslikdan kelib chiqqan bir xil qizg'inlik bor. Shu nuqtadan shu so'zning mazmunini texnik tushunsan bo'ldi deydigan o'yda bo'lsang, undaqda sen shu so'zdagi yoki shu jumla, shu kalimalardagi oshurma va kamtiklik taraflariga qara. Agar bu so'z, bu kalimalar taqsir bo'lsa, ya'ni ma'noni yaxshi ifodalanmagan kamtiklik nuqtasidan bo'lsa, albatta bu yerda bu hasr deymiz buni. Bu shu so'zni ifodalashdagi galvonlik, gachilik yoki til yetishmaganlikning tufaylidan bo'ladi. Agar shu so'z normaldan oshirib o'tgan bo'lsa, lahazar deymiz. Lahazar deganimiz bu yerda ko'p so'zni qalaymiqan orlashtirib o'tadigan rassizlik deymiz. Undaqda sana mush ikki sababni bilgandan keyin sen darhol shu ma'noni, uqumni yaxshi betaraf qila olaysan va chiqara olaysan buni. Chunki sening oldingda bu yerdagi so'zlar aniq,
bilinib turyotidu. Shu orqali sen sabab orqali chiqara olaysan. Hargizmi to'g'ri deyilgan so'zlardan nuqson bor so'z ko'p bo'lmasligi mumkin. Bu durust emas. Bu unda bo'lmaydi holat. Ko'pincha nuqsonga uchirmagan kelimalar sen nuqsonga uchrab qolgan, yaxshi ifodalanmagan so'zlarga texmi aniq bir dalil bo'la oladi. Demakchi bo'lganda sen ko'p tarafi to'g'ri bo'lsa bir kelimaniki, sen azra xato qilib qolgan kelimalarni sen o'ngishib o'talaysan. Bu orqali sen bu yerda ko'rsatma hukmni texmi aniq bilalaysan demakchi. Agar navoda bu yerdagi so'zni ifodalagan taraf ko'p bo'lib deyilgan ma'nodan ko'proq gapni qilib qolgan bo'lsa, so'ziga adam anglag'uchilarni tushunmaydi degan gumon nuqtasidan, undaqda bu yerda ma'nolarni suzib chiqarish, tushunish texmi o'ng'ay. Agar bu kalimalarni ma'nolarni to'liq ifodalab berish bu yerda so'zlig'ichininki nachar tushunchasi tufaylidan yoki yaxshi tushunmaganligi tufaylidan yuz bergan bo'lsa, bu eng qiyin ahvol bu. Chunki bunday kelimalarni tushunish, mazmunda suzib elish to'lim yiroq. Chunki gap qilgan odam, sana gap qilayotgan, xitob qilayotgan odam o'zing nima deganini o'zi tushunmasa, sening tushunishing to'lim yiroq. Hamda navoda bek parasting bek o'tkir bo'lib, zehning nihoyat ochiq bo'lib qolsa, ashning degan ba'zi bir kalimalarning ishoratlaridan sen shu o'zi bilmagan narsalarni texmi nihoyatda to'liq ifodalab beradigan bo'lsang, yoki u bu yerda ketkizib qo'ygan taraflarni sen o'zing hal qila olgan bo'lsang, undaqda bu yerda bu ma'nolarni to'liq ifodalash sening ortiqchiliging bo'lsa, bu o'yni sana selishda tunji qadamni ochgan fazilat yanada shu so'zligichiga tabat. Buningga bunday bir misolni olsak, masalan, Islom universitetida Urumchida bir qatim bir dars bo'libdi. Bu yerda doktor Abibullah To'xti ustozimiz o'qiyotgan paytlar ekan. Shu paytda ustozlardan biri shu yerdagi ustozlardan biri bir dars o'tabdi, qiyin murakkab darslardan, balki mantiq yoki balog'at bo'lsa kerak. Buni tushuntirib, qaysini tushundinglar deb u yoqqa to'lg'ab hech bir kim tushunmaganda. Chunki so'ziga odam darsni o'tgan odamni o'zi yaxshi tushunmagan bo'lishi mumkin. Shu sababdan hech kim tushunmagan. Shunda kim sharhlab baqadi, kim qilib baqadi desa, Habibullah To'xti doktor men so'zlab boqayman, tushuntirib boqay deb chiqib doskor chiqib shu nati sistemlik, inchilik bilan tartiblik bo'lab nati yaxshi tushuntirib balalarning hammasi tushundiq bo'ldi deb qo'shilib ketdi. Demak, hamda shunda avvallar aytdi yuz bergan bizning ustozlarimizning ichidami. Lekin o'tgan odam yaxshi tushuntirolmaydi, bilaman deydi, lekin vazifa nuqtasidan o'tdi, lekin uni tushundigan odam uning ichida yana talantli kishilar, yana xalq orasida yoshlar ichida to'la mavjud deyishga bo'ladi. Ya'ni shunday bo'lsa-mu, sen shuni to'liq ifodalash fazilating sening bo'lsa-mu, sana shu tushunishga sabab bo'lgan shu ilmni sog'an odam yanada shu bilmagan ustoz, to'liq tushuntirolmagan ustoz demakchi bu yerda. Ma'nolarni tushunmaslikningki sabablaridan istilohni bilmaslikningki tufaylidanmi bo'lgan deb 3-holatni degan. Endi bu yerda muvodia shu kalimalarni, shu termin yoki bu yerdagi ifodalangan ma'no ikki qism. Om, bir xos. Om deganimiz muayyan ma'lum bir ulamolar ma'lum kalimalarni ma'lum pallarga laqab, ya'ni uni bir atalg'i sifatida shu lug'atni bekitgan. Bundan hammalar o'rtoqlashganda, bu yerda masalan ittifoqlashgan. Lug'atshunoslar, adabiyotshunaslar masalan. Cho'qim buni bilarman yoki o'qirman, buningdan xoli emas, cho'qim buni bilish kerak. Chunki ularning bu yerdagi belgilgan o'ttirib chiqargan ma'nolarini shularning shu atalg'ularini bilish orqali qandan aniq uqalaydi. Masalan, kalamchilar javhar, a'roz, ajsam qatorliq ma'nolarni ma'lum pallarga, ma'lum ilmiy atalg'ularga ishlatgan. Buni o'rtaq bu masalan shu javhar deymiz, arz deymiz, jism deymiz, bu shu mantiq ilmidagi yoki ilmiy kalamchilar orasidagi
İslamiyet'teki 3. 4. 5. 6. asırlarda nayeti köp ronak tapkan çoğun atalgılarnınki biri. Her biriniki mesela şu ilmi kalamda belgelengen eniq ayrım atalgıları var. Bu atalgı aslında lügat ma'nili bitgan vaqtda ayrım ma'noni bildirdi. Mesela Cevher degan mesela şu mervayetdek 3 mervayetni maqsad qilgan. Lekin bu yerdagi bu Cevherning ilmi kalamda qo'ygan belgelengen ma'nosi ayrım. Demek lügat ma'nosini ayrım işletilgan atalgı ma'nosini ayrım bilgan vaqtida andın biz nayeti yaxshi tushungan bo'ldi dedi. Demek bu atalgılarmı hem de iki xil bo'ldi. Biri am atalgı, biri xas atalgı. Bundaq ilimlar hem de xali bo'linmaydi. Har qanday ilimda mesela bundaq atalgılar bor. Mesela fiqh ilmida bo'lsin, mayli usul hadis, mayli tafsir ilmlarida bo'lsin. Hatta shu bir qism firqalarniki mesela tonish uchun mesela shu firqalarning qo'llangan atalgılarini bilish muhim. Atalgılarni tushungan ahvol ostida buni tushunmak to'liq tez. Şoňlaşqa İmam Şerif Jorjani rahmetullahi aleyhinki Tarifat namlı kitabını tushunish, o'qish, bilish pek muhim bu jihatdan. Bundaq hamda am atalgılarni biz urf deb ataymiz. Urfda ishlatilgan mesela. Mesela xalq arasida ishlatilgan bir urf atalgılar bor. Mesela Qumul taraf bilan mesela Qashqar tarafniki ba'zi bir qism so'zlarni ishlatish o'xshamaydi. Bu nima degan vaqtda shu yerlik urf odatga qarata qo'yilgan aniq o'rtaq atalgı bu yerda. Ama bir qism hamda xos atalgılar var. Mesela bir odam yoki bir kishi ma'lum atalgılarni o'ttirib qo'ygan, so'zining ichida ayrim ma'no, teshida ayrim ma'noni maqsad qilgan. Agar bu bundaq holat mesela so'zda nasrda mesela yuz bergan bo'lsa, buni ramz deb ataymiz. Bu simvollik ifoda deymiz. Agar she'rda bundaq atalgılar uchirgan bo'lsa, buni tepishmoqlik holat deb ataymiz. Bugungi darsimiz müşahid bo'lgan va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.